10 sentabr dushanba kuni Dunyo Uyg'ur qurultay raisi Dolqin Aysa, bosh kotibi Umar Qanot Oqsaroyda Amerika Mudofaa ministrligidagi yuqori darajalik amaldorlar bilan ko'rishdi. Ko'rishda Sharq Turkistondagi zulmlar, tarbiyalash markazi nomidagi turmalar va buningga qarshi chora-tadbirlarni muzokara qilgan. Germaniyaning eng chong davlat televiziya kanalida Sharq Turkistonning masalasi tushuntirildi. Programmada Sharq Turkistonda qo'lga keltirilgan maxfiy ko'rinishlardagi u yerda yurgizilayotgan zulmlar va besimlar yana bir qatim isbotlandi. Bu vaqtda Sharq Turkiston informatsiya markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi undaq dedi. Germaniyaning Xitoy bilan tijoriy va munosabati yaxshi turg'uliq Uyg'urlarning bunda qo'g'dishi va mazlum tarafda turishi Sharq Turkiston xalqini to'limi suyundirdi. Davlat kanalida bundaq programmalarning qilinishi Xitoyga qarshi bosgan tunji qadamdir dedi. U yana butun dunyoning Sharq Turkiston masalasini texnik ko'p tadqiq qilishini va Xitoyning abdi bashirisini ichib tashlashga chaqirdiganligini dedi. Amerika Xitoyning Uyg'urlarga yurgizgan insoniy huquq tajovuz qilganlik sababli jazo qo'llanganligini bildirdi. New York Times gazetining xabarlariga asoslanganda Xitoyning Uyg'urlarga va musulmonlarga qilgan zulmlarini Oqsaroyda oylardan beri muzokara qilyapti. Trump hukumatining munosabatli amaldorlari Xitoy hukumatini va uning munosabatli shirkatlarni jazolashga tayyorlanayotganligini dedi. Nopsi bu yil 1 milliard 400 milliondan oshgan Xitoy hukumati planliq tug'utni yurgizib 40 yildan keyin bu siyosatni tamoman amaldan qoldirishga tutish qildi. Angliyaning muhofazachi gazetining xabar qilishicha, Sahiyya komitetining planliq tug'utga mas'ul 3 bo'limining taqilishi bu qarorning eng chong namoyandasi ekanligini bildirdi. Shundaqla Xitoyda qariyalarning soni ko'payib, tug'ilish nisbatining tuvallishi kundan kunga og'ir bo'lganligi uchun planliq tug'ut komitetlarini amaldan qoldirgan. Qozog'iston xalqaro iqtisodiy ministri Temur Sulaymanov bu yil 8 oy ichida davlat iqtisodi 3.8% o'sganligini oshkorladi. Sulaymanov ministrlar yig'inida qilgan so'zida bu yil 1 oydan 8 oygacha davlat iqtisodida zo'r ilgirlash bo'ldi dedi.